onalardan keyin ham shanba kunlari kelib namoz o'qib turadi. Har haftada bir marta kelib namoz o'qib turadi. Bu yerga kelib 2 rakat namoz o'qisa, namozning savobi to'liq umrani savobiga teng. Maşallah. Mana shu yerda qarang, ona temir turibdi, temir bilan o'ralgan xurmo ekib qo'yibdi. Ana shu yerda quduq bo'lgan. Bu quduqni Hazrat Usmon roziyallohu anhu sotib olib vaqf qilganlar, ha? Bir Usmon deb qo'yadi. Usmonning qudug'i degan. Usmon roziyallohu anhu qanday bo'lardi? Payg'ambarimizning nubuvvat uzuylari bor edi-ku. Payg'ambarimiz vafotlaridan keyin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu taqib yurganlar. Abu Bakr vafotlaridan keyin Umar, Umardan keyin Usmon roziyallohu anhu. Usmon roziyallohu anhu aytadilarki, Usmon roziyallohu anhu qo'llari nozikroq bo'lgan ekan, nimjonroq bo'lgan. Uzuk sal o'ynab turar ekan. Mana shu quduqdan tahorat qilayotgan paytlarida uzuk mana shu yerga tushib ketadi. Uzuk tushib ketadi, uzukni rasa oqtartiradilar, rasa qidirtiradilar, topolmaydilar. Oxir keyin quduqni ko'mdirib yuborishlikka nima bo'ladilar? Majbur bo'ladilar, sababi uzukni birov topib olmasin, har xil nimalar qilmasin degan maqsadda quduqni ko'mdiradilar. Mana quduqning o'rni mana shu yerda nima qildi? Qoldi endi. Inshaalloh endi yuramiz, tezlatib 2 rakat namoz o'qib chiqamiz. Ayollar bu yoqdan, erkaklar bu yoqdan kiramiz, ha? Istab yurmaymiz, avtobusga to'g'ri boramiz, ha?